Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim. Bu yog'i faqat shifo topgan insonlarni xolos syomkaga olyapsam bo'ladi. Chunki bilasizlar, biz o'sha boylikni faqat ilinib kelyapmiz. Bu boylik nima? Bu kerak bo'lsa dollarlardan ham, oltinlardan ham kerak bo'lsa eng qimmat narsa bu taningizdagi salomatlik. Shuni bilib olinglar. Mana shu boyliklarni mana shu kunlarda ilinib kelyapman va kerak bo'lsa shu boylikda ilinib mehnat qilyapman. Har oyni o'zida kerak bo'lsa shu mehnatimni mevalarini ko'ryapman. Shu birodarimiz mana oldimga kelishdi, oilaviy kelishdi endi. Mayli, keyingi safar Xudo xolisa singillarini nima qilamiz, uni shifo topganlarni ham qo'yamiz. Hozir natijalar yaxshi ketyapti. Bularning qo'llarida mana shunaqangi boringki, mana oppoqqina dog'lar toshib ketgandi. Mana shu qora ko'rganlaringiz oq dog'lar edi. Mana shu bo'yin qismlarimizda ham oq dog'lar edi, mana to'g'risi oq dog'lar. Bularga nima qildik? Shunday holatini ko'rdimda, bo'ldi aka dedim. Jicha shu dedim, jigar bilan o'timizni filtrlari buzilib qopti dedim. Men sizga shu bitta narsani beraman, shuni iste'molini qiling dedim. Allohning izi bilan kelsa o'sha oppoq dog'laringiz dedim. Sekin-sekin mana qizaradi, qorayadi, keyin kerak bo'lsa teringiz tusiga kirib qoladi dedim. Haqiqatan men o'z ko'zlarimdan ko'rgan narsalar, mana hozir ne ko'z bilan ko'rayki, o'sha oq dog'larimiz Allohning izi bilan mana yo'qolib ketibdi. Akajon, xush kelibsiz. Mana shu holat sizda qanchadan beri bor? Necha yil bo'lgandi shu dog' chiqqaniga? 2 yil, 3 yil bor edi. 2 yil bor edi. Bor edi. Keyin keldim, mana shu doringizdan berdingiz. Keyin ro'za mahal boshlanib qoldi. 3 mahal dodingiz, 2 mahal. 2 mahaldan ichdingiz, ha? 2 mahal ichib foyda qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldimi? Kundan kunga o'zgarishni bilardingiz, taningizdan, Xudo xolasa. Bir haftada o'zi bilindi. Bir haftada o'zi bilindi. Qani aka, mana shu holatga tushgandan keyin siz davolangansiz biror joylarda? Davolangan. Bu bo'yicha davolanmagan. Bu bo'yicha davolanmagansiz, prosta yurorgansiz. Nima ekan bu deb ahamiyat qilmagansiz. Ha, yo'qolib ketdi. Keyin o'sha bo'yin sohalarga chiqqandan keyin qarabsizki, meni ko'rdingiz, ko'ryapsizlarmi? Adashmasdan kelgani uchun o'shancha hali dori-darmon qilmaganda, shuning uchun dori-darmon qilmasdan turib oldimga keldi. Bir oyda o'zida rezultat bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, mana ko'rsatyapman sizlarga holatini. Haqiqatan men ko'rganimda dog'lar oppoq edi. Mana hozir qorayishga o'tibdi, endi terining o'zining rangi o'tadi tusiga. Haqiqatan ekanmi aka? Xudo xolasa, mana iste'mol qilib foydasini bildingiz. O'zi aytyapsiz, mana nechta qo'shningizni jo'natdingiz menga? Ancha qo'shnilar jo'natdingiz. Endi qaranglar, bu yoqqa men endi jicha hozir sal veslari bor ekan, qarang. Mana shuni ham doposli qilamiz xudo xolasa. Oldiruvchi naborchoy qilib beryapman. Endi mana shu bilan birgalikda ichasiz mana shu narsani. Tushundingizmi? Zakonni bo'lib endi bitta ozgan holatida ham chiqarib beramiz. Bo'laveradimi aka? Qarang, bitta shifo topsiz, bitta duo qilib bering endi meni haqqimga, bitta chiroyli qilib. Mana shu endi sizdan menga sovg'adi mendan sizga. Bo'ptimi? Ilohi amin. Amin aka, mana shu yashitlarda o'zingiz ko'payib, mana shu klientlaringiz ko'p bo'lib, amin. Shifo topib ketarsiz. Amin. Allohu akbar. Shunaqangi mashqa kerak ekan. Shunaqangi dog'lari bor, mana bemorlarimiz mana bizni ko'rib turibdi. Shular ham kelyapmiz, sababini qilib beryapmiz. Ularga ham shunaqangi siqatori ilohim Alloh shunday komil shifolar ato etsinki, birinchi oyligida rezultatdan kelosam, Allohu akbar. Rahmat, xursand bo'ldim. Azizlarim, shunaqa bizni kuzatishda davom etavering. Biz o'sha gap, o'limdan boshqa hamma dardga sababini qilib beryapman. Faqat nima bo'ladi? Ixlos sizdan, yo'g'i mana Allohdan. Hamma narsa mana ko'ryapsiz-ku, bu ukamiz mana bitta mana shuni o'zi bilan komil shifo topib kelyapti. Hali endi ne mana aytyapman-ku, biz chiqarmagan yangiliklar bor. Shu gap juda charchadim, to'g'risi. Videomizga like bosib kuzatishda davom etaveringlar. Yangilikni shunaqangi kutmagan, quloq eshitmagan, ko'z ko'rmaganlarni bizdan kutib qolasiz. Salomat bo'ling. Boshimiz yerga tekkincha xalqqa xizmatdamiz.